Ha? Opa, siz keliningizni gapiga kirib, o'zingizni ukasi o'zini uyidan haydayapsizmi? Sarvinoz kelinim bechora yig'lab kelib aytib berdi-ya. Sen uni komandirovkada nima balolarni yeb yuribsan, ha? Kim nimalarni topdinglar qani? Kim nimalarni topyapman? Men bilmayman. Endi topgandirsiz-da birasa. Tishi to'ylaq, labi monday do'rdaq, votikas, mana kipriklari monday, shpirgini topgandirsiz-da bir qiyshiq-qiyshiq. Hali men bilay, hali men topib oling uni chochlarini bittalab qo'yib. Qatta oldilaring bu gapni? Qatdan bildikmi? Mana. Yo'q, bu. Mana hidlar kelib turibdi mana. Qarama. Chaneldim mana Tomfort los cherrylarni hidi kelyapti bundan. Men yana ukam ishlayapti, komandirovkalarga boryapti deb erim ham bosh berganingga o'laymi-ya? Go'laqalar qilib yurgan ishingni qarasanlarda. Nima? Ha, bumi? Ha, bu ko'pimi? Optim? Kim u? Ko'pim. Komandirovkada qiynalayotganim uchun chimadanimga 2 dona ko'pim kapsulasidan solib qo'yuvdim. Ana. Ko'pim bu Koreyada ishlab chiqarilayotgan yangi parashok mahsulotlari. Kapsulalarning ichida opa granulalar bor. Shu granulalar o'zidan shunaqangi zo'r hidlar tarqatadi va bahor bo'lib ketadi. Opa buni jidki gellari bor, parashoklari bor. Bu ko'pim matoni asraydi. Kiyimlaringizni yumshoq yangidek qilib qo'yadi-da, opa. Ya, mana ushlab turing-da. Ha, keliningiz ham-da. Deb shunaqangi mana ro'zg'orbob 9 kiloligidan olib kelib qo'ydim-da. Voy! Bochingdan ham shunaqangi shirin gullarni hidi keladi, men 5-tasini tashlab yuboribman. Pochchammi? Ha, yo'q-a, anu lash-lushlarini-da, kiyimlarini. Hamma kelsa 2 dunyoni bir qadam qilmoqchi edim-ku. Borib hozir lash-lushlarni tezroq yig'ishtiring. Bo'lmasa hozir o'zim 2 dunyo bir qadam qilarim. Mana ko'pimlarni men oldim. Borib kiyimlarini ko'pimlab qo'yaman. Bo'pti, mayli, yaxshi qo'y. Ha, opa, Sarvinoz-chi? Qayerdan topaman endi uni? Ko'tar chamodoning